Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 7-sinflarga BSBdan tushishi mumkin bo'lgan savollarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni shunaqa tipda tushadigan savollar, ya'ni misollarni ishlashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi tushadigan misol bu modulli misollar. Modulli misollarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lishga doir misol tushadi. Modul degani bizada uni ya'ni modulni ichidan hech qachon minusli son chiqmaydi. O'shaning uchun minusli bo'lsa ham plyusli son qilib yozaveramiz. Xo'p, mana birinchi bizning misolimizda moduli -123. Bu bizada xo'p, birinchi misolimiz 123 ni o'zi chiqadi, minusli chiqmaydi. Keyingisi plyusdan 453 -4 dan moduldan 4 o'zi chiqadi. Ko'paytiruv -5 dan esa 5. Xo'p, buni qo'shib yuboradigan bo'lsam, birinchi bularni qo'shib turib, buni ko'paytiraman-da, oxirida ayiraman. Xo'p, qo'shib yuboradigan bo'lsak, 576 -20 ayiradigan bo'lsak, 556 degan javob chiqadi. Tushunarlimi birinchi misol? Demak, birinchi misolimizning javobi 556. Xo'p, ikkinchisi ham xuddi shunaqa tipda ishlanadi. Ya'ni, bu yerda ham minus modullar bor. Ulardan hech qachon minusdan son chiqmaydi. Ya'ni 36 bo'lingan 9 ko'paytiruv 3 -12 bo'lingan 4. Mana shunaqa qilib modullarni tashlab yuborib ishlaymiz, ya'ni moduldan chiqarib ishlaymiz. Xo'p, bu yerda birinchi bizada nima amal bajariladi desak, birinchi bizada bo'lish, ikkinchisi ko'paytirish, uchinchisi yana bo'lish va oxirgi amal, to'rtinchi amal ayirish amali bo'ladi. Xo'p, endi 36 ni 9 ga bo'lib 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizada 12 degan javob chiqadi. 12 minus 12 ni 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizada 3. Ayiradigan bo'lsak esa 9 degan javob chiqadi. Demak, ikkinchi modulimizni, ya'ni modulli misolimizning javobi 9 bo'lar ekan. Xo'p, ana endi ikkinchi bizada savolda qanaqa misol tushishi mumkin desa, bizada butun sonlarni qo'shish, ayirishga doir misollar, ya'ni qo'shishga doir misol tushadi, ayirish emas. Xo'p, endi bizda qaranglar, birinchi misolimizda bizada qavsli butun anaqa qavs ishtirok etyapti. Bu qavslardan biz qutulishimiz kerak, ya'ni qavslarni tashlab yuborishimiz kerak. Xo'p, bu misol ishlaydigan bo'lsak, birinchisi -12 ni o'zini yozib turaman. +19. Endi qaranglar. Mana bu minus bilan mana bu plus yonma-yon kelsa, ya'ni men qavs tashlab yuborayotgan paytimizda minus bo'lib qoladi o'sha. -18 bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Mana yana plyusga o'tdi, yana minusga o'tdi. Plyus bilan minus bizada minus bo'lib qolardi. -11. Xo'p, endi nima qilamiz? Birinchi o'sha matematikada eng tinch yo'li bu chapdan o'ngga qarab ishlash. Chapdan o'ngga qarab ishlaydigan bo'lsak, -12 +19. Minus bilan plyus keladigan bo'lsa, kattasidan kichkinasini ayirib, kattasini ishorasi qo'yiladi. 19 dan 12 ni ayiradigan bo'lsam, 7 ishorasi esa plyus yozish shart emas, 7 ni o'zi. 7 -18 -11. Xo'p, 7 dan 18 ni ayiramiz. Yana plyus bilan minus ishorali son keldi. 18 dan 7 ni ayiradigan bo'lsam, 11 ishorasi esa bizada minusdan bo'ladi. Chunki 18 imiz katta son, uning ishorasi minusdan va oxirida yana -11 bor ekan. Ikkita minus kelsa nima qilamiz? Ikkita minus kelsa, ikkalasi qo'shib yorib, oldiga minus ishorasi yoziladi, bo'ldi. Ya'ni -22 degan javob chiqadi. Demak, birinchi misolimizning javobi minusdan 22 degan javob. Xo'p, ikkinchi misol ham xuddi shunaqa qilib ishlanadi. Ya'ni bitta qavs bor ekan, u qavsni ochib yuboramiz. Xo'p, birinchi -39 ni o'zini yozib turaman. Keyin bizada qarasanglar, yana minus bilan plyus keldi mana. Bu yerda plyusi bor, bu yerda minus bor. Plyus bilan minus kelsa dedik, minus bo'lib qoladi. -12 +15 +10 21 ekan. 21. Xo'p, endi
ikkita minus ishorasi kelgani uchun bularni men qo'shib yuboramanda minus ishorasini qo'yib qo'yaman. Ya'ni minusdan 51 keyin plus 15 plus 21. Xo'p, pastdan ishlab turamiz. Minus bilan plus keldi. Buni ishorasi minusdan, buni ishorasi plus bo'lgani uchun kattasidan kichkinasini ayirib, kattasini ishorasini qo'yaman. 51 dan 15 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, 36 ishorasi esa minusdan. Keyin 21 ni qo'shar ekanmiz. Yana plus bilan minus keldi. Yana kattasidan kichkinasini ayirib, kattasi ishorasi qo'yiladi. Ya'ni 36 dan 21 ni ayiradigan bo'lsak, 15 ishorasi esa minusdan. Demak, javobimiz -15 degan javob chiqargan. Uchinchi misolimiz bizada endi nuqtalar orasidagi masofani hisoblang degan misol tushishi mumkin. Ya'ni koordinatalar o'qidagi nuqtalari bir-biridan qanchalik uzoqda yotganligini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilasizlar, qaranglar. Bizada ikkita nuqta berib, u orasidagi masofani topish uchun bir-biridan ayirib qo'yasizlar bo'ldi. Ya'ni birinchi misolimiz shunda A nuqtamiz -7 ekan. -7 dan ayiraman -3 ni. Bu qavsni ochib yuboradigan bo'lsak, -7 qaranglar. Mana bu joyda bu yerda ham minus bor, bu yerda ham minus bor. Qavsini ochadigan bo'lsak, bizda plus bo'lib qoladi. O'shaning uchun plusdan 3 bo'ladi. Endi plus bilan minus ishorali sonlar keldi. Bularni kattasidan kichkinasini ayirib, kattasini ishorasini qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Ya'ni 7 dan 3 ni ayiradigan bo'lsam 4, ishorasi minusdan 4. Endi bizga qaranglar. Bu yerda minus 4 ligi bizga kerak emas. Bu yerdagi masofasini hisoblang. Qancha masofada bir-biridan uzoqlikda yotibdi desa, bizda 4 degan javob bo'ladi. Minus 4 emas, 4 degan tushunarli. 4 degan javobini olamiz. Minuslisini olmaymiz. Masofani topayotganda minus 4 deb aytilmaydi. 4 masofani 4 birlik masofada yotibdi, bir-biridan uzoqlikda deyiladi. Xo'p, ikkinchisi ham xuddi shunaqa. Ya'ni -10 ayrilgan oddiygina 8 o'zi. Chunki bu yerda minus son yo'q, uni qavsga olib o'tirish shart emas. Minus ikkita minus kelsa hozir aytdik bizada qo'shib borib kattasini ishorasini qo'yamiz. Ya'ni minusdan 18. Endi biz minusli javobini olmaymiz dedik. O'shaning uchun 18 birlik bir-biridan uzoqlikda yotibdi. Amallarni bajaring debdi. Bu yerda bizda ko'paytirish bo'lishga doir masala qo'shish ham bor ekan orasida. Xo'p, birinchi misol. Birinchisi -72 ko'paytiruv -4 bo'lingan 10 -18 ko'paytiruv -2. Xo'p, bu misolda amallarni yozib chiqamiz, qaranglar. Bizda matematikada chapdan o'ngga qarab ishlagan ma'qul deyiladi va ko'paytirish bo'lishlar birinchi bajariladi. Qaysi biri birinchi kelsa chapdan. O'shaning uchun bu bizda birinchi amal bo'ladi. Bu bizda ikkinchi amal bo'ladi. Bu bizda uchinchi amal bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, bu misolni ishlaydigan bo'lsak, qaranglar. 72 ni, ya'ni -72 ni -4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ikkita minus ko'paysa bizda plus bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu misolimiz javobi 288 degan javob chiqadi ko'paytirsam. Xo'p, 288 bo'luv -18 ekan. Xo'p, bizda plusli sonni minusli songa bo'lyapmiz. Plusli sonni minusli songa bo'lsak, bizda yana minusdan javob chiqishi kerak. Bo'luv -18 ko'paytiruv -2. Xo'p, 288 ni -18 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda minusdan 16 degan javob chiqadi. -16 ni men ko'paytiraman -2 ga barobar. Ikkita minus plus bo'lib qoladi. O'shaning uchun javobi 32 degan javob chiqadi. Tushunarli? Bu misolimiz javobi 32. Xo'p, ikkinchi misol. Ikkinchi misolda endi kasr ko'rinishidagi misollar bor ekan. Endi qaranglar. Bu misolni o'zini yozib oladigan bo'lsak, -3 -9 taqsim 2 -1 bo'lingan -3 plus 7 -11 taqsim 4 -5 bo'lingan 4. Xo'p, ana endi bu misolni
Nima qilamiz qaranglar. Birinchi kasrlardagi surat va mahrajidagi sonlarni hisoblab chiqamiz. Ya'ni -3 ga -9 ni qo'shadigan bo'lsak, mana bunda ikkita minus ikkizi qo'shiladi dedik va minus ishorasi yoziladi. O'shaning uchun bu barobar -12 taqsim 1. 2 dan 1 ayirsam 1 qoladi. Endi bo'linma ko'paytiruvga aylantirib yozadigan bo'lsam, 1 taqsim bo'lib qoladi. Ya'ni ko'paytiruv 1 taqsim minusdan 3 bo'lib qoladi. Keyin plus. Xo'p, 7 dan 11 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, bizada bu 4, ya'ni minusdan 4 degan javob chiqadi. Taqsim 4 dan 5 ni ayirsa -1. Xo'p, endi buni ham ko'paytiruvga aylantirsam 1 taqsim 4 bo'lib qoladi. Xo'p, ana endi hisoblaymiz qaranglar. Bizada mana bu 3 bilan 12 qisqaradi va minus ishoralar ham qisqarib anaqa ko'paytirganda yo'q bo'lib ketadi. O'shaning uchun buni javobi qisqartiradigan bo'lsak 4. Xo'p, keyingisi mana bu 4 ni 1 ga bo'ladigan bo'lsam, baribir 4 chiqadi va minus ishoralar bizada yo'q bo'lib ketadi. Va mana bu 4 ni men bu 4 bilan qisqartirib yuboraman. O'shanda bizada bu yoqda 1 degan javob qoladi. Xo'p, endi mana bu tarafini alohida hisoblab, bu tarafini ham alohida hisoblaydigan bo'lsak, nimalar qoldi bizada? Bu tarafda bizada 4 ko'paygan 1. 1 ko'paygan, bu yoqda ham 1 qolgan. Bu yoqda ham 1 qolgan deb turaylik. Xo'p, ana endi nima qilasizlar? Endi 4 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 4 plus deyman, bu tarafda bizadan 1 qoldi faqat. Demak, 4 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, bizada 5 degan javob chiqadi. Xo'p, ana endi 5-chi oxirgi misolimiz bizada tengsizlik beriladi. Xo'p, buni shartini o'qiydigan bo'lsak, qaranglar, 3 ta narsani topib ber deyapti sizlardan. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar sonini aniqlang. Nechta butun son bor deyapti. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta va eng kichik butun sonlar ko'paytmasini aniqlang debdi. Va uchinchisi, tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar yig'indisini hisoblang debdi. Xo'p, bu misolimizni birinchisini topadigan bo'lsak, yana qaranglar, birinchisi. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar sonini aniqlang. Ya'ni mana bu bizada n ni o'rniga qanaqadir butun sonlarni qo'ysak, shu tengsizlik bajarilishi kerak. Nechta o'shanaqa butun sonlar bor deyapti. -6 dan -4 dan to -6 gacha nechta butun son bor? -4 o'zi ham kiradi. Ya'ni qaranglar. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 va 6. Qarang, 4 bilan 6 nimaga olasizlar desangiz, mana bu katta yoki teng deyapti. Tushunarli? 4 ga ham 6 ga ham katta yoki teng deganda o'sha ikkala qiymat ham olinadi. O'shuning uchun mana 6 ni ham, mana -4 ni ham oldim. Va sonini aniqlang desa, nechtaligini sanab qo'yamiz bo'ldi. Ya'ni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta. 11 ta butun son bor ekan deb yozib qo'yasizlar, tushunarli? 11 ta. 11 ta degan javob bo'lar ekan. Xo'p, ana endi ikkinchisini ishlaymiz. Ikkinchisida bizada aytadiki, tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta va eng kichik butun sonlar ko'paytmasini toping debdi. Bizada eng kattasi 6, eng kichkinasi -4. Ikkalasini ko'paytmasini so'rayapti bizada. -4 ko'paytiruv 6 ko'paytiradigan bo'lsak -24. Demak, ikkinchi anaqa shartini javobi bizada -24 chiqar ekan. Xo'p, endi uchinchisi, tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar yig'indisini aniqlang debdi. Butun sonlar yig'indisini topishimiz uchun mana biz boya mana butun sonlarni topdik birinchi amalda. O'sha birinchi amalda chiqqan sonlarni hammasini bir-biriga qo'shib ber deyapti. Tushunarli? Ya'ni qaranglar. O'zi men misolda tayyor 1 bilan 1 qisqaradi, 2 bilan 2 qisqaradi, 3 bilan 3 qisqaradi, 4 bilan 4 qisqaradi. 0 ni qanaqa songa qo'shishi u anaqasi yo'q, foydasi yo'q, baribir o'sha sonni o'zi chiqadi. Endi bizada nima qoldi bu uchinchi misolimizda? Uchinchi misolimizda bizada 0 qoldi plus
5 qoldi plus 6 qoldi. Buni qo'shib yuboradigan bo'lsanglar, sizlarda 11 degan javob chiqadi. Demak, 3-chi shartini javobi bizada 11 bo'larkan. Sizlarga ertaga BSBda xuddi shunaqa tipdagi misollar tushadi. Bu aynan o'zi tushadi demayman, shunga o'xshashlari tushadi. Ishlanish yo'llari shunaqa bo'ladi. O'rganib olsanglar, ertaga BSBdan qiynalmaysizlar.